Savsiz va fiziologik perenoska. U qanday? Siz qo'llaringizni bo'shatib, aravachasiz biron joyga bormoqchisiz. Siz sling kidirib bozorga borasiz. U yerda tonnalab chaqaloq tashuvchisi bor. Bulardan qaysi biri chaqalogingizga mumkin va qaysi biri mumkin emas? Nima qulay bo'ladi, nima bo'lmaydi? Bularning barchasi xavfsizmi? Keling, buni aniqlaylik. Bolalar tashuvchisi xavfsizligi uchun bir nechta asosiy talablar mavjud, uning tuzilishidan qat'i nazar. Chaqaloq faqat tik holatda joylashgan bo'lishi kerak. Gamaklar, sumkalar, tashuvchilar, slingda gorizontal yotqizish, bularning barchasi pozitsion asfiksiya, ya'ni bo'gilish xavfini tugdiradi, ayniqsa 4 oylikgacha bo'lgan bolalar uchun. Chaqaloq faqat ota-onasiga yuzlanib joylashgan bo'lishi kerak. Bolani dunyoga qaratib ko'tarishga imkon beradigan har qanday tashuvchi ta'rifiga ko'ra fiziologik bo'lishi mumkin emas. Ushbu tashuvchilar kenguru deb ataladi, garchi ularning ko'pchiligi ularni ergo ryuksaklar deb aytishadi. Bolani ota-onaga mahkam ushlash kerak. Faqat bu uning tanasiga fiziologik va xavfsiz holatni berishga imkon beradi. Va eng muhimi, bu holatni mahkam ushlab turish. Umumiy to'g'ri tashish usuli qo'llanilsa ham, bu qoidaga rioya qilinmasa, u xavfli bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar ergo xaltasi chaqaloqni og'zingizga to'g'ri tortishga imkon bermasa, bolaning yuzi va nafas olish yo'llari har doim kattalar ko'rinishida bo'lishi kerak. Kenguru tipidagi tashuvchilarga xos bo'lgan bosh tayanchlari, bolaning boshini to'liq yopib qo'yadigan ergo xalta kapyushoni yoki aslida slingda bolaning boshi to'liq matoga botgan gorizontal holat, bularning barchasi bolaning hayoti uchun xavflidir. Shuningdek, bolalar tashuvchisining fiziologik bo'lishi uchun bir nechta asosiy talablar mavjud. Shunga qaramay, pozitsiya qat'iy ravishda ota-onaga qaratilgan. Dunyoga qaragan holda chaqaloqning umurtqa pogonasiga fiziologik egri berish tarifi bilan mumkin emas. Garchi ishlab chiqaruvchi buning aksini da'vo qilishi mumkin. Dunyoga, ya'ni kattalarga qaragan holda kiyinish har qanday yoshda tavsiya etilmaydi. Bu holat ota-onaning tos boshligi va mushak skelet tizimiga ham zarar yetkazadi. Oyoqlarning pozitsiyasi, tizzalar chaqaloqning tos suyagi ustidagi tashuvchining mato tomonidan ushlab turilganda. Ehtiyot bo'ling, reklama materiallarida aynan shu ko'pincha u erda bo'lmagan joyda, faqat havoda chiziladi. Shunga qaramay, ota-onaga qattiq jalb qilish. Shundan keyingina chaqaloqning vazni kattalarga taqsimlanadi va chaqaloq o'zining mo'r tayanch harakat tizimi tomonidan emas, balki kattalar tanasi tomonidan olib boriladi. Agar bola stakandagi qalam kabi tashuvchida osilgan bo'lsa, bola va kattalar o'rtasida bo'sh joy bo'lsa, chaqaloq bunday tashuvchida pastki qismida o'tirib, butun og'irligini uning mo'rt umurtqa pogonasi va tos suyagiga qo'yadi. Iltimos, diqqat qiling, dastlab xavfsiz fiziologik tashuvchidan foydalanish xavfli va fiziologik emas. Sling shaftda siz bolani dunyoga qaratib qo'yishingiz mumkin. Ergo ryuksak noto'g'ri sozlanishi mumkin. Shundan pozitsiyasi yoki hatto yiqilib ketish xavfi mavjud. Shunday qilib, keling, xulosa qilaylik. Ergo ryuksak yoki slingni to'g'ri bog'lash xavfsiz va fiziologik bo'lishi uchun bola vertikal holatda va faqat ota-onaga yuzlanib joylashishi kerak. Bola ota-onaga mahkam tortilgan bo'lishi, oyoqlarim pozitsiyada va yuzi har doim ochiq va ko'rinib turishi kerak. Umuman olganda, marketplace'larda quyidagi turdagi tashuvchilar mavjud. Avvalo, qaysi mahsulotlarni mutlaqo sotib olish mumkin emasligini aytib o'tamiz. Birinchisi, gorizontal tashish uchun sumkalar, hamaklar. Pseudoslinglar. Hattoki bu halqali sling deb aytish mumkin va u erda tikilgan halqalar yoki tez-tez fastih bo'lishi mumkin, lekin ular o'z vazifalarini bajarmaydi. Ular o'ziga xos firibgarlardir. Bunday tashuvchida chaqaloqni fiziologik holatga qo'yish va uni ota-onaga mahkam tortib olish mumkin emas. Kenguru tashuvchilar. Ularning tagligi tor, bolaga tizzadan tizzagacha yetmaydi. Aslida esa tizzadan tizzagacha bo'lgan qo'llab-quvvatlash fiziologik tashishda asosiy narsa, eslasang. Aynan shu tor taglik bolani dunyoga yuzlanib olib yurishga imkon beradi. Bu kengurular aynan shuning uchun mo'ljallangan. Xususan, juda mashhur va qimmat Amerika hamda Shved brendlari aynan shunday tashuvchilarni ishlab chiqaradi va ularni ergo ryuksak deb atashadi. Hipsitlar qattiq o'rindiqli tashuvchilar bo'lib, ba'zan orqa suyanchigi ham bo'ladi. Ular ham o'zlarini ergo ryuksak deb atashadi, lekin aslida kengurulardan ham ko'ra zararli va xavfliroq. Slinggamaykalar bolalar, ayniqsa yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun xavfsiz emas.
Eslab qolamiz, pozitsion asfiksiya xavfi guruhiga 4 oylikgacha bo'lgan bolalar kiradi. Lekin paradoks shundaki, aynan yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun ular mo'ljallangan. Slingamaykalar xavfli chunki ular aslida sozlanmaydi. Orashchi slinglar bu xochdan, bir qismli orqa tomoni bo'lgan matolardan va xavfsizlik ro'molidan iborat trikotaj konstruksiyalar. Aslida ular yana sozlanmaydi va chaqaloqni fiziologik holatda ishonchli mahkamlashni ta'minlay olmaydi. Keling, ma'lum bir kattalar chaqaloq juftligi uchun to'g'ri tanlangan bo'lsa, chaqaloqlar va ularning ota-onalari uchun fiziologik va xavfsiz bo'lgan variantlarni muhokama qilaylik. Aslida ergo-ryuksaklar haqiqatan ham fiziologik tashuvchilardir. Biroq bu yerda yana bir xavf bor. Ularning barchasi tug'ilishdan boshlab bolalar uchun tizimli ravishda mos emas, lekin ularning barchasi mos ekanligini aytishadi. Afsuski, Rossiya bozorida o'tira olmaydigan bolalar uchun haqiqatan ham mos keladigan ergo-ryuksaklari deyarli qolmadi. Ergo-ryuksakni tanlashda, ayniqsa chaqaloqning birinchi 6 oyda chaqaloq tashuvchi sohasida professional bilan ishlash tavsiya etiladi. Ba'zilar bor, ular sling maslahatchilari deb ataladi, masalan men. Chaqaloq qanchalik yosh va jismonan kichik bo'lsa, ota-ona va bola juftligiga mos keladigan tikilgan tashuvchini topish shunchalik qiyin bo'ladi. Tikilgan tashuvchida slingdan farqli o'laroq ko'pchilik parametrlar allaqachon belgilangan bo'ladi. Agar sozlash mumkin bo'lsa ham, bu faqat cheklangan doirada amalga oshiriladi. Bu esa ayniqsa birinchi oylardagi chaqaloqlar uchun tashuvchilarning fiziologik va xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilish imkonini bermaydi. MySling ergo-ryuksakdan shunisi bilan farq qiladiki, unda fastexlar o'rniga bo'gichli belbog va yelkama bo'gichlar bo'ladi. Ular esa minimal bo'lsa-da o'rashni talab qiladi. Menda sharfamay bor, shuning uchun yelkama bo'gichlari keng, sharflik, ular torroq va to'ldiruvchi material bilan qoplangan bo'lishi mumkin, lekin baribir bu MySling hisoblanadi. Agar u bo'glashni talab qilsa, fastexni yopishni emas. MySling kattalar va bolalarning o'lchamlari hamda proporsiyalariga moslashda ancha moslashuvchan. Lekin qulaylik va bolani fiziologik tarzda joylashtirish imkoniyati to'liq andozaga bog'liq. Yana bir bor aytaman, bir qator parametrlar allaqachon belgilangan va ularni o'zgartirib bo'lmaydi. Trikotaj sling shayflar cho'ziluvchan matodan tayyorlanadi. Trikotaj aslida toqilgan mato bo'lib, uni 3 qavatli orashda kiyish majburiy hisoblanadi. Shuning uchun ular odatda yozgi mavsum uchun mos kelmaydi. Shuningdek, trikotaj sling 5,5, maksimal 6 kilogramdan og'ir bo'lmagan bolalar uchun mos keladi. Shundan keyin esa allaqachon toqilgan sling shayfga o'tish kerak bo'ladi. U trikotajdan farqli o'laroq cho'zilmaydi. Bu esa uni yanada universal qochirish vositasiga aylantiradi. Bolani tug'ilganidan boshlab hatto 3 yoshgacha ko'tarib yurish imkonini beradi. Undan turli xil o'rash usullari, shu jumladan orqaga o'rash ham mavjud. Halqali sling, uchida 2 ta metal halqa tikilgan mato. Slingning chetlarida yoki yelka qismida plomba bilan modifikatsiyalar mavjud. Uchi tikilgan yoki bu yerdagi kabi quyma emas, lekin payvandlangan halqalar bilan bulardan qochish kerak. Afsuski, ulardan foydalanish qulay bo'lmaydi.